U yugurdi, quduqqa yetib oldi va unga sakradi. Arqonni ushlab quduqqa tusharkan o'zini xotirjam his qildi. Keyin tepaga qaradi. Sher uni kutib turganini ko'rdi. Pastga qaradi va og'zini katta ochib kelayotgan ilonni ko'rdi. U ilon kimdir tushishini poylab turgan edi. Insonning birdan-bir umidi arqon bo'lib qoldi. Shunda oq va qora sichqon arqonni kemira boshladi. Tepaga qarasa sher uni yemoqchi bo'lib turibdi. Pastga qarasa ilon uni tushishini poylab turibdi. Bir tarafdan sichqonlar arqonni kemiryapti. Shunda asalari uyasini ko'rib qoldi. Unga barmog'ini tiqdi va tiliga tekkizdi. Uni mazasini his qildi va shu zahoti barcha tashvishlarni unutdi. Uning mazasi shu daraja shirin ediki, hattoki sher, ilon va sichqonlarni ham unutdi. Bu yerda sher o'limni bildiradi, chunki u bizni har doim ta'qib qiladi. Ilon esa qabrni anglatadi. Unga har bir inson tushadi. Agar u yaxshi inson bo'lsa, qabr unga jannat bog'laridan bir bog'chadir. Agar u yomon inson bo'lsa, do'zax chuqurlaridan bir chuqurdir. Arqon esa uning hayotidir. Qora sichqon tunni anglatadi. Oq sichqon esa kunduzni bildiradi. Ular har doim bizni hayotimizni kemiradi. Asal esa dunyoni anglatadi. Biz yashab turgan dunyo hayoti. Inson dunyo lazzatlariga berilar ekan, o'limni ham, qabrni ham unutadi. Hattoki bir kun kelib o'lishini ham unutadi. Hech qachon bandaligimizni unutmaylik. Allohning huzurida yorug' yuz bilan turishimiz uchun shu dunyoda yaxshiliklarimizni ko'paytiraylik.